Indamas ekan deb xohlagan gapingizni gapirib, xohlaganingizcha muomala qilmang. Jim bo'lganimiz sizdan qo'rqqanimizdan emas, Allohdan qo'rqqanimiz uchun jim bo'ldik. Sizga gapirishning foydasi yo'qligini bilganimizdan keyin jim bo'ldik. Bo'lmasa sizga o'xshaganlarning 10 tasiga aqlimiz ham, kuchimiz ham yetadi. Mujik qara, ko'chadan hozir bitta it topib olib, 3 kun ovqat bersang, u seni o'lguncha esdan chiqarmaydi. Lekin hozir ba'zi bir qo'shtirnochidagi odamlar bor. 3 yil yaxshilik qilsang, 3 kunda seni esdan chiqarib yorib, yana orqadan har xil g'iybatlarni qilib dushman ham bo'lib olishadi. Qiziq. Bilasizmi, bitta gap bor-da. Vijdon aytdi. Ketsa ketar. Yurak aytdi. Balki sevar. Umid aytdi. Balki kutarmiz. G'urur aytdi. Balki yetar.